Shuning uchun ulamolar yer yuzidagi eng muborak joy qayer desa, Ka'bami yoki boshqa yermi desa, ko'p ulamolar Rasul akram alayhisolatu vassalomning badanlarini o'rab turgan yer deydi. Rasulullohning badanlarini o'rab turgan yer yuzidagi eng ulug', eng muborak yer bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taoloning rahmati doim barakoti o'sha yerda bo'ladi. Shuningdek, Rasul akram alayhisolatu vassalomdan hadis sharif bor. Payg'ambarlar qabrlarida namoz o'qiydilar deganlar. Bu degani ular tirikdirlar degani. Albatta u bizning hayotimizdagi hayot emas. Hayotning darajalari bor. Ammo Rasulullohning hayotlari boshqa daraja bo'ladi. Ayni bizning hayotdagi emas, yeb ichadigan oddiy hayot emas. Ammo tanalari va ruhlari oldingidek bo'ladi. Aloqasi farq qiladi bir-biridan. Haqiqatan Allohga ma'lum. Payg'ambarlarning jismlarini yer yemaydi degan hadis sharif bor. Ba'zi bir bid'atga moyil odamlar bu hadis zaif, bunda degan gaplarni aytishgan. Ammo sahih hadis shuki, payg'ambarlar namoz o'qiydilar qabrlarida degan. Shuning uchun Rasul akram alayhisolatu vassalomning ziyoratlariga kirgan kishi, ravzaga borgan kishi, shu yerda Rasululloh o'tiribdilar deb bilish kerak. U aqvarni rasmga olib o'zini unga gapirib, bunga gapirib, baqirib, chaqirib, joy talashish hammasi beodoblik, Rasulullohni his qilmaslikdan. Rasul akram alayhisolatu vassalom shu yerda o'tirgan bo'lsalar, siz kirdingiz ravzaga. Rasul akram alayhisolatu vassalom o'sha yerda bo'lsalar, qanday tutardik o'zimizni? Mana hozir bir olimning oldiga kelsangiz, qanday odob bilan o'tirasiz? Qanday bir viqor bilan o'tirasiz? Rasmga tushmoqchi bo'lsangiz so'raysiz. Tushishga ham jur'at qila olmaysiz aslan. Rasul akram alayhisolatu vassalomning maqomlari beqiyos. Shuning uchun u kirganda hali ravzaga qarab o'zini rasmga olib, hali panjaraga qarab o'zini rasmga olib, hali uni rasmga olib, hali buni rasmga olib, shu bilan ovora bo'lish bu beodoblik. Va qo'pol qilib aytganda, Rasul akram alayhisolatu vassalomning maqomlarini bilmaslik, u kishini hurmatlarini qilmaslik. Kirganda shunday o'tiringki, Rasululloh shu yerda o'tiribdilar. Haqiqatda u yerda yotibdilar, haqiqatda yotibdilar-da u yerda. Nima deganlari? Menga ummatlarimdan bir kishi salovat va salom aytsa, ruhim Alloh qaytaradi degan. Rasulullohning haqlariga salovat aytilmagan soniya yo'q. Yer yuzida tinimsiz salovat kelib turadi. Shu yerning o'zida ham yonlaridan salovat salom uzilmaydi bir soniya ham. U degani Rasululloh akram alayhisolatu vassalomga Alloh taolo ruhlar